Bo'z tumanida ham yangi o'quv yiliga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Ta'mirtalab binolar kapital va joriy ta'mirdan chiqarildi. Kerakli jihoz va uskunalar, o'quv qurollari, texnik va texnologik vositalar bilan ta'minlandi. Tumandagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi tubdan yangilanib, xalq ta'limi xodimlarining an'anaviy avgust kengashi avvalda hokimlik, xalq ta'limi tizimining respublika viloyat vakillari, ota-onalar va keng jamoatchilik ishtirokida ochilish marosimi o'tkazildi. Prezidentimizning joriy yil 23-avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida ko'targan dolzarb muammolari tuman xalq ta'limi xodimlarining an'anaviy avgust kengashi bosh mavzusi bo'ldi. Muhtaram prezidentimizni shaxsan o'zlari barcha pedagog xodimlarini yig'ib o'tkazgan video selektorida o'qituvchini yanada ulug'lash, ular O'zbekiston kelajagini yaratuvchilardir degan so'zlari meni yuragimga tegib ruhlantirib tashladi. Bundan men juda ham to'lqinlangan holda har bir o'quvchini jahon andozalariga mos ravishda intellektual salohiyatli yigit-qizlar bo'lib kamol topishiga oldimga katta maqsad qo'yib qo'ydim. Konferensiyada so'zga chiqqanlar yoshlar ta'lim tarbiyasi bugungi kunning dolzarb vazifasi ekanligi, har bir pedagog dars jarayonlarini sifatli va mazmunli tashkil etishi muhimligi, bolani maktabga qabul qilishdan boshlab ta'limning keyingi jarayoniga kuzatgunga qadar mas'uliyatni unutmaslik zarurligi xususida gapirdilar. Shuningdek, oila, mahalla va davlat jamoat tuzilmalari bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash, yurtboshimizning ta'lim-tarbiya masalasida oldinga qo'yayotgan vazifalarni izchil bajarish kerakligi haqida so'z bordi. Hokimlar nima ish qilish kerak? Xalq ta'limi tizimi faollari, rahbarlari, o'qituvchilarimiz, pedagoglarimiz, ota-onalarimiz, umuman bola tarbiyasiga oid bo'lgan barcha mutasaddilarni har bir yo'nalish bo'yicha qiladigan ishlarni vazifa qilib belgilandi. Keng muhokama qilindi, keng ommaga, keng jamoatchilikka, bugungi Bo'z tumanidagi avgust kengashlarida ishtirok etayotgan faxriy ustozlarimizga, mahalla faollariga, maktab rahbarlariga, maktab o'qituvchilariga yetkazildiki, har bir o'qituvchi yangi o'quv yilida O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida berilgan vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirishda o'z oldiga alohida maqsad qilib belgilashdi. Yangi o'quv yilini belgilangan vazifalardan kelib chiqib tashkil etish, ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchi yoshlarni darsdan bo'sh vaqtlarini to'garaklarga, foydali mashg'ulotlarga yo'naltirish yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi va muhim ishlar belgilab olindi. Anjuman yakunida o'tgan o'quv yilida yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan fidoyi pedagoglar, ta'lim jonkuyarlariga tashkilotchilarning tashakkurnomalari va qimmatbaho esdalik sovg'alari topshirildi.